hokimiyeti yillardan buyon Sharqi Turkistonda ma'rif tuzumini o'zgartib, atalmish qo'sh til ma'rifi nomida Uyg'ur tilini chetga qo'yib, Xitoy tilini asos qilgan holda o'qitish andisini shakllantirdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda, boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilarining Xitoycha paranglashishi kerak bo'lib, 3 so'zdan ortiq Uyg'urcha gap qilib salganlar udulla yig'ilish lageriga avatildi. Shuning bilan birga, maktablarda burunqiga o'xshashlar Uyg'ur madaniyat va urf-odatlarga simul qiladigan adabiy asarlar va madaniyat san'at faoliyatlari ma'ni qilingan. 2019 yillik Osiyo Lo'nqisi futbol musobaqasining chorak hal qilg'uch musobaqasida Eron 3-0 natijasi bilan Xitoyni yengib, yarim hal qilg'uch musobaqasiga kirdi. Musobaqada ikkinchi to'pni kirgizgan Eron davlat komandasining turk futbol mohiri Sardar Azmon musobaqadan keyin bergan bayonotida bu to'pni Sharqi Turkiston xalqiga otganligini bildirdi. Musobaqaning 31-minutida komandasining ikkinchi to'pini kirgizgan davlat komandasi a'zosi Sardar Azmon Xitoy vartasiga kirgizgan to'pni mazlum Sharqi Turkiston xalqiga otadim dedi. Zaytumurning qarindoshlik munbiri Sharqi Turkistondagi zulmlarga qarshi yurish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazdi. Zaytumurning qarindoshlik munbiri 15-iyul Şehitlar maydoniga yig'ilgan xalq bilan birlikda 58-nomerlik ko'chani bo'ylab Ambar avtobus bekatigacha keldi va bu yerda bayonot e'lon qildi. Qo'llarida ko'k bayroq ko'tarib olgan namoyishchilar takbir sadolari bilan birga Xitoyga qarshi shuarlarni to'ldi. O'zbekistondagi tunji harbiy institut poytaxt Toshkentda davlat raisi Mirzayev tomonidan ochildi. Yerlik taratqularning xabar qilishicha, yangi qurilgan bu organ 6 sohada taktika saviyasi bo'yicha tarbiyalash olib borgan. Bu institut Muhammad al-Xorizmiy nomini olgan Toshkent universiteti uchur va texnika bo'limi asosida qurilgan bo'lib, o'qish muddati 2 yil. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo barliq davlatlarning pul muomala sistemasini Maduro hukumatidan ayirishini va Venezuela xalqiga oid mulklarni davlatning rasmiy doira qilguvchilariga topshirishni umid qilamiz dedi. Yana bir tarafdan, Yevropa ittifoqi agar Venezuelada saylam o'tkazilganligini e'lon qilmasa, parlament boshlig'i Juan Guaidoni vaqtliq prezident deb e'tirof qilganligini e'lon qildi. Venezuela Tashqi ishlar ministri Ariza Yevropa ittifoqining saylam chaqirig'iga qarta hech kim bizga qachon saylam o'tkazilganligini ayta olmaydi dedi. Yevropa ittifoqi tomonidan tayyorlangan va Yevropa komissiyasining kun tartibiga kelgan bir qonun loyihasida Saudiya Arabistoni Yevropa ittifoqiga tahdid shakllantirgan 16 davlat yer olgan bir tizimlikka kirgizish tashabbus qilingan. Har qanday bir davlat bu tizimlikka kirgizilsa, u davlatning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan moliya munosabatlari bir qator avorchiliklarga duch keldi. Shuning bilan birga, bu davlatlarning Yevropa paychik bozorida faoliyat olib berayotgan shirkatlari qattiq kontrol qilindi.